Mahalla bu oddiygina hudud yoki manzilgoh emas, bu xalqimizning qadriyatlari, urf-odatlari, birdamligi, hamjihatlik ruhini saqlab kelayotgan eng muhim ijtimoiy tuzilmadir. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, jamiyat hayotidagi yangilanishlar eng avvalo mahalla darajasida namoyon bo'lmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan mahalla institutining rolini oshirish, mahalla yettiliklari faoliyatini muvofiqlashtirish hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishda ularning salohiyatini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Guliston shahrining Obod yurt mahallasida faoliyat olib borayotgan profilaktika inspektori Sherzod O'rozboyev ham bu islohotlar mohiyatini o'z faoliyati orqali amalda namoyon etmoqda. Uning kunlik faoliyatida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, muammoli oilalarni aniqlab, ular bilan manzilli ishlash, yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibotni kuchaytirish kabi vazifalar ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Obod yurt mahallasi Guliston shahar 3-manzilda joylashgan bo'lib, hozirgi kunda Obod yurt mahallasi aholisi 3984 dan iborat. Ushbu mahallamiz 2024-yil qizil toifaga tushgan bo'lib, ya'ni 7 ta jinoyat sodir bo'lgan, 4 ta o'g'irlik, 1 ta yengil tan jarohati va 2 ta boshqa jinoyat. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2025-yil 3-yanvarda 2025-yil respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha qaror e'lon qilindi. Qarorga muvofiq, xususan Obod yurt mahallasida joylashgan kriminoggen vaziyat og'ir bo'lgan joylar, ya'ni aholi ko'p to'planadigan joylar, ijtimoiy xavf katta bo'lgan joylarga kamera qo'yib 100% qamrab oldik. Shuningdek, ushbu qaror bo'yicha Guliston shahar qo'riqlash bo'limi boshlig'i ushbu mahallaga biriktirilgan bo'lib, o'sha mahallaga biriktirilgan xodim hamda mahalla yettilik a'zolari bilan birgalikda jinoyatdan oldini olish bo'yicha bir qancha targ'ibot ishlarini amalga oshirdik. Xususan, ishsiz bo'lgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash, shuningdek, mahallalarda jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan fuqarolar ro'yxatini shakllantirib, manzilli ishlarni amalga oshirdik. Tadbirkorlik faoliyatlari bilan shug'ullanishga yordam berish, shu kabi yo'llar bilan bir qancha jinoyatlarni oldini olib kelsak, mubolag'a bo'lmaydi. Mahalla hududida 4 ta xavfsiz yo'lak hamda 5 ta xavfsiz ko'cha yaratilib, kameralar, yoritgich chiroqlari hamda yo'l belgilari o'rnatildi. Obod yurt mahallasidagi barcha o'rnatilgan kameralar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga integratsiya qilingan. Qo'riqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda umumiy Obod yurt mahallasida 47 ta obyektga qo'riqlash pulti o'rnatildi. Bundan tashqari 25 ta xonadonga qo'riqlash pulti o'rnatildi va Navoiy tajribasi, ya'ni o'sha uylarga kirish qismiga domofonlar o'rnatildi. Hozirgi kunda uyushmagan yoshlar hamda ishsizlar, jinoyat qilishga moyil bo'lgan shaxslar, alohidagi toifadagi shaxslar, ya'ni o'sha ilgari sudlanganlar, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslar, surunkali uchuvchilar bilan ro'yxat shakllantirib, ular bilan manzilli ishlash, ya'ni o'sha mahalla yettiligi bilan hamkorlikda o'shalarning toifalariga mos ravishda xulosalar berish, ijtimoiy xulosalar berish, shu bilan birgalikda xulosa berish yo'li bilan mahalla yettiligini ushbu toifadagi shaxslarga jalb qilib, bularni bo'sh vaqtini qoldirmaslik choralar ko'rilmoqda. Yil boshida Prezidentimiz tomonidan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida qaror imzolandi. Ushbu qaror asosida mahallalarda profilaktika ishlari, jinoyatlarning oldini olish va ijtimoiy muhit barqarorligini ta'minlash maqsadida qator yangicha yondashuvlar amaliyotga joriy etildi. Obod yurt mahallasida asosan ko'p qavatli uylardan tashkil topgan bo'lib, o'sha ko'p qavatli uylarda bir oyda bir marta, ya'ni pasport rejim tariqasida o'sha fuqarolarni ijro shartnomasi tuzilgan, tuzilmaganligini ko'rib chiqib davomatchilar olib borilmoqda. Bundan tashqari mahalla hududida tadbirkorlik subyektlari hamda fuqarolarga manzilli yo'llar, ya'ni o'sha jinoyat qurboniga aylanib qolmaslik yoki kameralashtirish targ'ibotlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari o'sha Obod yurt mahallasi fuqarolariga jinoyat qurboniga aylanib qolmaslik, firibgarlik jinoyati yoki kiber jinoyatlarga qurboni bo'lib qolmaslik yuzasidan bir qancha targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Obod yurt mahallasi ijtimoiy tarmog'ida o'sha kanal ochilgan bo'lib, targ'ibot ishlari, jinoyatlar qurboni bo'lib qolmaslik yuzasidan bir qancha videoroliklar tayyorlab, fuqarolarga yetkazilmoqda.
Mahalladagi yettilik a'zolari, xususan nuroniylar, xotin-qizlar faollari va yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar tufayli hududda kriminogen vaziyat barqarorligi ta'minlanmoqda. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilishi, yoshlar va voyaga yetmaganlar ishtirokida o'tkazilayotgan davra suhbatlari jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamiyatning asosiy bug'ini hisoblangan mahalla tinch bo'lsa, mamlakat tinch va farovon bo'ladi. Bunda esa albatta kunni tunga ulab xizmat qilayotgan profilaktika inspektori Sherzod O'rozboyev kabi osoyishtalik posbonlarining xizmatlari katta.